aytdim opa. Hergiz undaq deyman qizim. Ben sizni açık qo'yishni hergiz yetmayman. Fatigul. Fatigul. Ha, mana. Apama yordamlashmagan bo'lsangiz. Kelin qizim. Avaylama. Rahmet sizga. Shundaq chaqda akam bo'lgan bo'lsin. Tushirib qo'ya bo'lg'aydi. Bo'ldi opa, kirib o'zingizning ishini qilavering. Bo'ldi. O'zim ma'alayman. Bo'ldi opa. Chiqib qo'yay. Yaxshimisiz, kim o? Voy, men. Mardonma, qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Tezroq chiqqan bo'lsangiz, men sizni saqlayapman. Ko'ni joyda. Ma'qulimsa, sal turib ko'rishaylik, ha? Xo'sh. Kiyiminglar, bolalar kiyimi. Kiyim olmamsizlar. Bu kiyimlar pek arzon. Savdan qandayroq? Qadr ahvol shu. Xeli sotdingmi ya? Yo'qay. Bugun savdo ancha yaxshi emas. Necha puldan sotyapsan? 11 qo'ydim. Nimalar arzon sotding buni? Kichik bolalarni kiyim tursa. Bu kiyimni nimishqa otsan, ha? Menga ozroq pul bergin. Menda pul yo'q. Senda pul yo'qmi? Nimishqa? Rostla pul yo'q. Sen pul bermayman demoqchimi? Öydeki pullarını tünügül akettin. Bu kiyimlerini aktırmağın. Ay, boldu qıla aka. Bu kiyimlerini aktırıp neymi kılırsan? Bunun içinde pul yok. Aka pul ne? Kolumunu koy ver. Pul ne aka? Bika, kolumunu koy ver dağıtı ben. Pulunu kaydır be. Pulumunu kaydır be. Bu çocuk yüzüm yok mu benim? Hiç olmaydı. Bu pulda senin ayakkabın yok. Pulunu kaydır be. Neymiş ka? Ben senin akan tursam yüz koyğum küçüm yetmemdi beni. Emdi beni atık yüz koyğum küçüm yetmeydi kam kaptı da. Pulunu ben kaydır be. Öyde pul yoktursa. Aka pul ne? Koy be dağıtı ben. Pulunu be. Pulunu kaydır be. Sen beni sanılım durup beni yakamı kesilu atarsan koy be. Pulunu be. Öyde pul yok. Apam bile hiç kimimiz yemeyemiz ha. Aka pul ne? Manamsa. Bunu bir eline. Rahmet sizge. Neyipteki karma boşuna kılmazsa alkıştır dindir. Olmakta da. Boşuna akı bulamdı. Akı diken bırdak durgan boşuna bak. Vicdan yok. Bunu size bak. Apa, tehdit saqlab etibsiz-da. Yanımız qaytib kelamiz.
Ne bo'ldi qizim? Aklım kaşıp ketken tüm. Bir gün kalan soğudan okulunu elmisini ep gitti. Beğeneyim desem şu yerde beni urup gitti. Şunca kakını aldık. Nima? Şunca adam hatta suası mı? Bular pervatla bastı beni urdu. Canım bolam. Bo'ldi yig'lama. Ko'nglingizni yedim qilma. Ko'ngliga insof berib qoldi. Nimandaq dünya bu. Cini peşkellik mağılı kelemdiğandı. Ya ölü ağılı bulmasa, ya tiriklikte yaşaganın ahmeti bulmasa. Taqdir men bilan nimanchik erishirgandi. Peshanamga nima qismatlab tutilgan bo'g'itdi meni. Bu hayotning ya bir haqiqatlik rohiti bo'lmasa, bir haqiqatlik fuqarodan chiqsak huzur teqi bo'lmasa, qandaqmi bir oilada tug'ilib qolgan bo'g'itdi. Men boshqa xalqlarga o'xshash obdariq bir yashab baqsam, xotirjam kulki tomoshalari bilan bo'lsam bo'lmamdi. Jahon nimandaq tardi menga. Tavba deyman. Bu dunyoning ishlariga tavba. Xudoyim menga pul, mol boylik degani berib baqsa nim bo'ladi. Nim bo'lding jinim bolam. Ajab ro'ying chiqib ketgandek bo'lib qapsan-ku. O'z onasidan yushirdigan gapimi bo'lamdi bola deganning. Ko'nglingdagini bir davatgina jinim bolam. Unda qilmasang-chu jinim bolam. Yo ish ovqatga kirishamayapsan. Aytidan kechgacha shundaq yetib olasan. O'tgandimi shunda qilding jinim bolam. Qandaqli gap bo'lsa menga desang, ko'nglingda o'ylig'iningni bir dab baqsang jinim bolam. Men senga yordam qila bo'g'itdim. Mushundaq yetiversan qandaq bo'ladi? Ochig'ingni ichingga yutiversan salomatligingga ziyonliq bolam. Mushundaq yetiversan bo'lamdi. Sanglang jinida tatmagan jafosi qamidi jinim bolam. O'g'il bola deganga yarashmaydi bundaq qiliq. Tiqib saqlab qo'ygan 2000 qo'y pulni xashlab tugatding. Nagimi xashlagansan shu pullarni? Sababini so'rsam, tek xap bo'lasan. Nega ishlatgansan shu pullarni? Pul topmoqning tasligida. Men qara bolam, ichingdagini deb, ichingni bir bo'shitib olgana. O'sha menbagan pullarni nega xashlab? Yani şu pulni gapimi? So'rsam yomon bo'lamda. Nimandaq deytani ufqili olmaydi seninki. Seningdan hech nimani so'rmasam bo'lamdamsa? Necha bo'ldi uyda pul topmay yotqili. Mushundaq qilsang qandaqcha baqimiz? Berib qo'ygan 2-4 tal pulingga ko'tildi otamsan. Mushu uydan chiqib kelsammi bo'ldimi? Endi rozi bo'lamsan? Chiqib ketaymisan? Nega chiqsan to'xta bolam. Sening aloqalarimni oldida mushundaq becharishsan bo'lamdi. Menga nimanchola vaqiraysan jinim bolam. Men seni tug'ib jon qilgan onang emasman. Seni beqib mushunchilik qilib qo'ysam, endi men vaqirqidek bo'ldingmi? Men seni ming bir jafoda jon qilmaganmi? O'zing cho'ngib qoldingmi jinim bolam? Shundaqmi bir obdan bo'ldi, biroqla o'zgarib ketdim. Opang sana ikkinchi lozim bo'lmasmi? Men bo'lmagan bo'lsam nelar jurab o'qitdim? Kimning oldida sog'irib yuratding jinim bolam? Neymişqimi o'ylamaydigan setmiş ishlarni. Men o'ylamam deb, men bilan tang balla. Hozir necha kirdi? Ularning ballari bor. Meningchi. Men bu tirishchilik ko'rsatmayapman-ku. Endi son qanday qilib bersam bo'ladi? Dadang hayot bo'lgan bo'lsa, o'shunchalik bo'lib ketmaydi. Dadamdan qolgan pullarni bermamsan. Qani shu pullar? Nurg'un miras qolgan bu. O'zing bilsan bolam, dadangdan qolgan pullarni singlimga ishlatdim. Singlim deysan, o balang men balang emasmi? Singlim lozim, men lozim emasmi? Meni bekli to'yg'izib etding bolam. Menga iching og'risin.
Özün obdan bir oylap bak. Ma işini qila. Sana nemi demekçisin canım balam? İçindekini bir de bakına. Bana pul bermisa. Öydeki pulun hemmisini hep gittin bu yana nerede pul olsun? Neredeki pul ne? Dadamda kalan pul qani? Birazcık berib atdingmi ya? Sen meni urdingmi? Bana şundak vakırsan vurmam dememisa? Balağın boğaşqa şundaqmi? Nima deb ursa? Men deb urmaq deymi? Bana şundak vakırab haqarab qilsang vurmam dememisa? Ha, gap qila? Balağın bo'lsam pul beramiz. Sana pul deb berman deb bulonchilik qilsam bo'lamdi. Menda pul yo'q. Qani o'z vaqtida sana bergan pullar, dadamda qolgan pullar qani? Taxlaja berdigan-ku. Biroq bu pulni jirak qayshiyamsa bo'yda. To'liq ko'tilmay pulni chiqara. Dadamda qolgan puldan chiqamamsa? Dadangda nima qaptikan, ha? Dadamda nima qapti-ka? Dadangda qolgan pullarni singlimni davolab. Aytdi kechki ash to'koni gapini qilasan. Men balang emasmi? Sening singling emasmi? Menga pul ber, menga pul kerak. Pul ber deyapman. Nerede pulunu verme sana? Pul olmasa nerede pulunu verme? Ha? Pul beremsa, bermemsa, ha? Menga chaqiriq pul ber, menga pul kerak. To'liq ko'zingni yesha eqtivaman. Sen benim balam turib menga shunday muomala qilamsa, baqqan sutimni hurmati qani? Menga pul beremsa, bermemsa, ha? Sen benim balam emaskensin. Balam bo'lgan bo'lsang menga shunday qilmayding. Sit san qilgan aqidam, sit. Sit san qilgan aqidam. To'liq gap qilmay menga pul ber tez bo'l. Aladigan pul mitti? Ha, pul. Pul deyapman, qani pul? Pul mitti? Chiqara. Ala, mana sana pul. Menga pulni otqanlaringmi bu? Sit seni çoğunqanım. Seni bakçı işt bakkan bolsamçı. Qalqan. Yo'qol. Qalqa Uydan biri. chiqib ket. Chiqib ketamda. Hozirla uydan chiq. Ko'zimga ko'ringa Chiqib ko'rma. ketay. Chiq uydan yo'qol. Men chiqib ketaman. Siz mishar yig'lab o'tiravering. Xotirjam bo'ling. Dastlab tilim shundoq bas bo'ldigan nima? Baribir berdigan pul olgandiki. Beshimga atqin nimasi? Bu uyga ikkinchi kelgicha o'mal qilib qo'y. Seningdek balam yo'q. Yo'qol ko'zimdan. Ikkinchi seni oldig'im kelmayman. Seningdek balam yo'q. Ko'zimda yo'qol chiq uydan. Mening sendek apam yo'q. Uqdingmi? Endi-chi ikkinchi bu o'yinga dasmayman. Hozirni o'zini yo'qol. Qani ko'ramiz. Kunlardek oldingda pushaymon qilib oldimga kelarsan yana. Nima desang xiyolimga kirib chiqmaydi. Ma'mush pul o'sli bo'ldi. Xudoyim qamani. Bu pullarni hammani tugaydi. Pushaymon qilmaganini bir ko'ray. Xo'sh.
Ha, mana. Apa? Apa, ne bo'ldingiz? Yana yig'labsiz-ku. İştim bo'ldi. Akam kelgan o'xshamamdi, ha? Ko'nglingizni yerim qilmang, apa. Bo'ldi, yig'lama. Salomatligingizni asrang. Akamiz shu yana bo'ldi. Nima tap qilib bu? Akam nimanda qiladigan bu? Bilan so'qishib uydagi pullarni hammasini ib ketdi yana bolam. Bo'pti, apa, ko'nglingizni yerim qilmang. Bu kunlarni o'tib ketdi. Xudoyim buyursa kunlarimiz yaxshi bo'lib ketdi. Yig'lamang bo'ldi. Ketaylik. Biz bu yerdan ketaylik. Akam bek askrab ketibdi. U yana gap qilishi mumkin. Bo'ldi, ketaylik. Ketaylik. Biz bu yerdan ketaylik. Bo'ldi, yig'lama. Hech kimning beshiga kelmasin bunday ig'ir kunlar. Bo'ldi, putumni davolatmayman. Ketaylik. Sizni ko'p chaqpa tortdingiz, jinim apa. Ketaylik. Bo'ldi, bu yerdan ketaylik. Putumni davolatmayman. Dam yaxshi-kana? Ha, ilang. Mening ko'nglim. Qani qonim ilang. Ya. Zencefil degan foydali. Nima foydali? Shu chashib foydali. Tiborat deganlardan bir xabaringiz bor ekanmi? Undaq deb ketdim bo'lmaydi. Qadaq, uyingizdagilarimiz yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi turibdi. Sodingizning ahvoli qandaqroq? Yaxshi. Oylik tafovutingiz xeyli bajimi sizniki. Tezroq katta boy bo'ling. Navbatda kep qildingiz jimijini. Rasmi? Baxtingizga rahmat. Sizga shuncha qarsam to'ymayman. Gaplaringizni shuncha tatli. Doim sizga qarab o'tirsam, gaplaringizni anglasam deyman. Ras. Sizni baxan sizga yoqtirib qilyapman. Rasmi? Haqiqatan yaxshi ko'rib qilyapman. Rasmi? Odamni nimanda xush qilgansiz? Meni bekla xush qilyaptingiz jimi? Ilang, yigashib turing. Malla yeb ketdim-ku bu to'qib ko'rimsin. Men baxtli jimi. Siz o'zingizni baxtli his qilamsiz? İçine alsanız. Ne diyeyim? Ağaç gelsin size. Ha. Ağaç geldi. Vereyim ha? Ha. Rahmetçim o sizin bekli avar kılıp. Undaq mı dep ketme jini? Şundaq olsun biraz hıçılıp kaldım qara. Pul desem ekep beriyapsiz. İş qilib siz uchun qarang. Heli qo'p pulkan, jinim ketadigan ish bo'lsin mayli. Ras. Ras deyapman. Gapimni ishni. Boshqa odamlardan so'ray desam siz yaqin bo'lgan ekan sizga so'rag'ingizga qarab. Sizni ko'p bavar qilib qo'ydim. Davomli vaqt ekep beriyapsiz. Men sizdan qo'rqqaningizni hargiz qilmayman. Undaq gaplarni qilma. Siz uchun jinim lozim bo'lsin tayyor. Nima lozim bo'lsa davra. Pul pichak degan bog'i tapqili bo'ladi. Sizdek odamning ko'nglini tushiradigan yaxshi qizni hargiz tapqili bo'lmaydi. Rasmi? Ras. Adamning ko'nglini nimanda xush qilasiz? Ilang.
Ma'qul. Jiran. Rastlı şundaq niyet keldingizmi? Ha, keldim. Natijasini qachon ko'ramiz? Qachon bosib olaverdi? O'zingizni asrang. Xotirjam bo'ling, ha? Men sizga ishonaman. Qanaqasiga? Chunki sizning qo'lingizdan chim toshlar keladi. Menga shu qadar ishonasiz? Ha. Telefonim sayrab ketdi. Kimga kelganda? Hey. Bu men. Nedasiz? Ha, ma'qul. Men hozirla boray, ya. Ma'qul, xo'sh. Tezroq bo'ling, ha? Kimga? Kimkan? Okamdan telefon kelibdi. Uydagilar o'ltirayotgan meni saqlab ketibdi. Hozirla bormsan bo'lmagadek. Alaydan ko'rishganda telefonni aytib bo'lmamdi. Uydagilar emasmi, bormsan bo'lmaydi. Xapamaysiz, ha? Ma'qul, men mang'ayamsiz. Ma'qul. Xo'sh, ha? Men ustib qo'yay. Bo'ldi. Ajab qiziq ekan, ha? İştiqida qiziqid ekansiz, ha? O'mi turmushning bir mazmuni tursa. Turmushning mazmunida. Ishlarning turmushi bo'ladi emasmi? Xuddi siz bilan bizning turmushimiz bo'lganga o'xshash. Shundaqmi, ha? Siz ko'p narsalarga qiziqid ekansiz, ha? Ancha-muncha qiziqib qo'ymas hamda. Menga o'gitib qo'ysangiz bo'pti ekan. O'g'ini aytsangiz o'gitishga tayyor turibman-ku mana. Sizni ustoz tutib o'ginib kelsam, ha? Elimni o'ginib bo'lmadingiz, kaynimga sep. Kaynimga selib yursam, nima deganingiz bu? Sizga yolg'on gapimgandimi? Siz doim aldirash yursiz. Aldirash bo'lgandikin hamda meningcha bo'lgandimi sizni yanchug'imga sep yursam deyman. Uydagilar texi tuyungni qisaq bo'ladi deb oldirib ketyapti. Sizni ko'rsatmasam bo'lmaydi texi. Uydagilar bo'g'isi yengilini, ko'gili kepti shu topda. Men qanday qilsam bo'larki deb beshim ketib. Qiz bola degan to'y qilgan yigitni keyinchalik ko'sim bo'lgandi. Bu gapingizning o ma'lum asosi bor. Lekin hozirgi vaqtda ko'rishsimi bilaverdi-ku. Zaman o'zgargan ekan. Hozir xuddi men shogird, siz muallimdek savol so'rab ketdingiz, ha? Suv chaylar bo'ldi. Sizda qiziq. Asta. Nimani qilib bo'lmaydi-qanda? Ahir keldiniz. Vay vay. Qarang, soat nechib ketdi hozir? Shu kunlarni qilsam qoldi. Davomli qo'shimda qilasiz odamni saqlabdi. Boshqa yerga qarang shay. Yuring. Jadal o'ltiraylik. Qara. Bu yana manzarasi bo'lib qolar ekan-ku. O'rindiqni sirtaydi-ya. Voy, bo'ldi, o'tiravering, ha. Sirtmasangiz bo'ladi. Keling, ha. To'pi degan pakiz bo'ladi. Pulni oldingizmi? Oldim. Qanchaga oldingiz? Ming qo'y oltirdim hozircha. Ming qo'y oldingizmi? Ming qo'ymi pulg'u?
Мен көйгөн 1 saat сакылдырган ишкенде. Mana, ilip seni bilen. Nemi gitdi bu pul? Topqınımça ekeldim əmdi. Bəginin əkildiğən gepke suya haqlı uruş qılınmışsa. Çıqarıq bəs bulmamdı. Tamay. Hazımullah zəli adaşımı nima o? Köygəndə nasıl? Yaxşı köygən 2 milyon berib. Dadızdan qalğan xeyli pul batdı o. İlana? Oy, xapamay eptirma. Oy, mən qoysun işlətib durmamsız. Ətüm üçün əkəp vermə dedim qız sizə. Bu pul mən yetməydi. Oy, işlətib durun ha. Yetməydi dedim, yetməydi. Oy, amal qılıb əkəp bəsən boluduqo. Mənim bölüb bədi qaqqaran. Qağaların asta-asta əkəp bəsən bolmadımı? Xapamay. Pul degan bir pul olsun pul, qarang bir qoy olsun pul. Mən qoyğu alığın çoğ pul. Deb qoysanız endi xapamay. Hey, mən sana gap qılatmam. Mən bunu işlətməyəm. Mən mağay. Vaxtımız yetkəndə yəni görüşəmizsə. Burada paraş ultasaqlandı baş paranlarınızı. Qızıq kəns birdə oturayınçı. Oy, ultasınız üçün imda qılsız. Boldu. Sizni bək saxıldıratdımı nima, hə? Yo'q, anchamiz. Bugun nimalar chirayqib ketdingiz? Rasna. Rahas. Yana bir chiroyli odam bor desa, men hargizmi ishonmayman. Biz avval bog'cha kirib paranjay, men bir bilet ekib olay. Siz bu yerda meni saqlab turing. Ha? Hozirlik kelaman. Ma'qul.
O'tirib berib o'ltiraylik. Ma'qul. Yuring. Mush yerda paranshaylik. Boshqa yerda odamlar bek ko'p ekan. Bo'ladi. Qani. Men sizni bekli yaxshi ko'raman, Mahira. Qani, buni yeyiting, ha? Bir o'g'il bola uchun bir qizni yaxshi ko'rish degan boshqacha lazzat. Siz menga ishonishingiz kerak. Men sizni hargizmi oldimayman. Rostawatman. Bu gaplaringizni boshqa bir qizga deb baqaman. Ya, hargiz deb baqmagan. Undaqda men sizga ishonsam bo'lg'idakda. Albatta, ishonishingiz kerak. Siz meni aldamaysiz, shundaqmi? Shundaq. Qani, do'stligimizdan mangulik bo'lish uchun ko'tarib o'taylik. Qani, qo'sha. Meni qabul qilganingizning o'zi men uchun zo'r baxt. O'yinchilik deb ketmang Faxriddin. Meni xijil qilib qo'ydingiz. Ras. Yangi turmushimiz texi oldimizda. Mana shuni. Rizqimiz qo'shiladimi? O'ylig'imiz bir yerdan chiqsa, cho'qim rizqimiz qo'shiladi. Qolganlari kichik ishlar. Men sizni cho'qim baxtli qila olmayman. Mana shuni. Ikkimizning degani cho'qim bir yerdan chiqadi. Sizga olamayapman. Bu nima deganingiz? Ha? Ishonmayapsiz? Ishonmayman. Nava sizni ishontirasam-chi? Bo'ldi, po atmang. Qarab turing, ha? Ish qilib sizga toza ishni ketamayman. Men qaramayri. Ha, bayatni gap qilib qo'singizni ichib ketganda, bundan Bo'ldi, sizni yana. Alsan sen, ha? Ha, sen. Voy, qizim, keling, men ap chiqib qo'y. Rahmat appa. Apamizga shunday gap qilamsiz. Patigul. Ha mana. Patigul. Ha mana. Menga yordamlashing. Guljamanni ap tushib qo'yaylik. Avaylang, ha? Astaroq. Oy, oy. Qizim, sotgan kiyimlaringizni chiqib beray. Ma'qul appa. Buni ilang qizim. Mana. Darvozadan oldigacha chiqib qo'yay. Bo'ldi appa. Bo'ldi appa, kirib ketdim. Yo'lda ko'proq ehtiyot qiling, ha qizim. Ma'qul. Sizni Xudoyim qadab. Xudoyimga amonat. Xo'sh appa. Xo'sh. Hayotning har bir bo'sog'isiz o'zi xohlagan sanamga dastavatgan bu bir juft qiz yigitning kunlari o'z ritmida yana davom etib bordi. Ularning biri yana biri uchun to'liq murakkab
va tushuniksiz bo'lgan ko'ngil izhorlari bilan o'z ko'ngillarini xo'shal qilishib yashayverdi. Ular uchun hayot va turmushning ma'nosi boshqa edi. Ular o'rtasidagi munosabat va agri to'qay his tuyg'u kechirmishlari ularning o'zaro bir-biriga sunishgan qalb sovg'atlari bo'lib, har ikki tarafning turmushiga o'xshamagan izlarni qoldirib ketishdi. Turmushda odamlarning tanlaydigani har xil bo'ladi. Kimlarning yana kimlarni tanlaydigani balkim har bir hayotlik egasining o'ziga ayon bo'lishi mumkin. Turmushda birimiz kulsak, yana birimiz yig'laydi ekanmiz. Birimizning yig'isi yana birimizning kulgisi uchun xemir turish bo'lib bo'lsa, yana birimiz uchun ozodlik chiritish bo'lib qoladi ekan. Odamlar o'zlari tanlagan hayotlik yo'lda ana shundoq to'xtovsiz davomlashayotgan kashmish va hikoyalarning guvohisi. Hamda yana yig'ani rol olg'uvchisi bo'lib, dunyodan va o'zidan bexabardakla yashayveradi ekan. Bundaq yashash odamlar uchun tragediya yoki komediya bo'lib qolsa, va yoki ojiz yuraklarning ohi hamda ma'sumlarning ko'z yoshi oxiri kelib, shu tragediya egalarining ko'z yoshlari bo'lib o'zgarib qoladi. Mendaysiz? Uningga faqat amalni qilamidim. Nima dedingiz? Yaqindan beri sodam tasım yaxshi bo'lmaydi. Ish qilib men sizga cho'qim hal qilib beraman. Amalni qilaman, ansirman. O'z vaqti degan gapingizni unutib qoldingizmi? Faqat amal qilmadingiz-mi siz? Men cho'qim amalni qilib beraman. Siz xotirjam bo'ling. Men degan o'g'il bola. Sizni shu o'g'il bola degan gapidan yonmaydi deb shundoq ishonch qilsam, mana bugungi kunlikda nima davatsiz og'zingizdan chiqqan gap ega bo'lamamsiz? Tizim bir balkimi? Shu ojiz singlimni davoltaman deb opamga berib qo'ygan pullarning hammasini sizga chiqib berdim. Endi mendimi amal qilmadi. Yana 2 kun ta'xir qilib. O'z vaqtida-chi pulni chaqlab otadigan nima? Mana bugungi kunlikka kelganda yelingiz chiqdimi? O'z vaqtida pulning hammasini sizga berman jinim demagan edingiz? Sizga buncha ishongili bo'lmag'idakchimi? Undaqmi deb ketma. Men sizni haqiqiy yaxshi ko'raman. Men sizga va'da qilgan ekanman. Cho'qim amalga oshiraman. Undaq tashriflik qilmoq bo'lamdi. Men sizdan o'tinib qolay. Men sizni haqiqiy yaxshi ko'raman. Bergan va'damni cho'qim amalga oshiraman. Siz meni hargiz tashlab ketmang. Men cho'qim bor amalni qilib sizni rozi qilaman. Meni tashlab ketmang bo'lamdi. Men sizsiz yashayolmayman. Men sizni qanchalik yaxshi ko'rdigimni bilamsiz, ha? Meningcha bundaq teksiz gaplaringizni anglaydigan uchun cho'lam yo'q. Men sizga deb qo'yay, sizning qalbingizga o'rnimning qanchalikligini mana mush qiliqlaringizdan bilib oldim. Bo'ldi, mushakchi bo'lsin. Meni shu ojiz singlingiz ko'rmagandikin, men asta o'z yo'limga mangsam bo'lgan o'xshaydi. Sizning o'g'ilval degil olamda. Bo'ldi, buningdan keyin sizga ikkinchi ishonmayman. Buningdan keyin menim izdiman, ikkimizning munosabati mushakchi bo'lsin. Sizdan o'tinib qolay Nusrat. Bana yana bir qatim fursat bering. Men sizni deb nurg'ulg'an ishlardan voz kechdim. Men degan bir o'g'il bola, cho'qim talabingizni o'rinlayman. Sizni rozi qilaman. Men bergan va'damda cho'qim turaman. Men degan o'g'il bola, mening g'ururim bor, o'tinib qolay. Bo'ldi, bundaq gaplaringizga ikkinchi ishonmayman. Opingiz bilan soningizga deb bering. Ishingizni qiling. Buningdan keyin